Assalomu alaykum va rahmatulloh. YouTube'ga oxirgi chiqargan video darsligimizga aksar odam tushunmagan ekan. Ya'ni u strategiyadan qanday foydalanishlik kerak? U strategiya kimlar uchun? Bu videoda shu haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu berilgan video darslik trading sohasi haqida ma'lumot borlar uchun, ya'ni real bozor holatida ishlab kelayotganlar uchun. Bu video darslikda sizlar misol uchun oyiga $10,000 dan $1,000 foyda qilyapsizlarmi, $500 foyda qilyapsizlarmi? Bu $500, $1,000 qilayotgan foydalar yana qo'shimcha foyda olib kelishligi haqida edi. Bu darsda sizlarga biz oxirgi vaqtlarda qilayotgan natijalarimiz bo'yicha ma'lumot beraman. Xo'p, e'tibor qilinglar. Biz oxirgi vaqtlarda foydalanayotgan coinlarimiz. Xo'p, kecha berilgan coin Tao coini stop urgan, bu 2% stop, ya'ni bu stop qanaqa katta zarar olib kelmaydi. Undan avvalgi holatga e'tibor qilinglar. 8% ko'tarilgan. 8% ko'tarilganini men ma'lumot berganman. Undan avvalgi Grass coin 11% ko'tarilgan. Bizning hadaf 4% dedi. Ya'ni sizlar misol uchun $10,000 bilan kiryapsizlarmi, $400 ga hadaf qo'yib bemalol $400 foyda olsanglar bo'ladi degani. Va keyingi coinga e'tibor qilinglar. Xo'p, Zen coini, xo'p, Grass coini, xo'p, bozorda holatlari bo'yicha men real Telegram kanalda ma'lumot berib boryapman. Bu yopiq kanalim to'g'ri, lekin ochiq Telegram kanalimda ham real bozor holati bo'yicha signal berganman. Bularga misol Zek yoki Zen, bular 20% dan ko'tarilgan. Hozirda hali ham ko'tarilishda davom etyapti. Ya'ni sizlar bu strategiyadan qanday foydalanamiz desanglar, misol uchun aytaylik, bu yerda Zen coinga kirganmiz, bu yerdagi hadafimiz 8% bo'lyapti. E'tibor qilinglar, sizlarda $10,000 depozit bor. $10,000 bilan shu Zen coinga kiryapsizlar va sizlarning hadafingiz 8% bo'lyapti, ya'ni $800. Bu $800 da bozor holati bo'yicha foydamizni bozorga tashlab ketamiz. E'tibor qilinglar, Zen coinini bozor holatida real analiz qilib tushuntiraman sizlarga. Xo'p, bizda Zen coini va bu yerda berilgan signal holati. Bu yerda Zen coini 8% hadaf bilan berilgan va 1.7%, ya'ni 2% stop loss berilgan. Bu yerda hech qanaqa stop loss urmayapti, yuqoriga ko'tarilyapti. Yuqoriga ko'tarilganda ham qancha ko'tarilyapti? 22% ko'tarilyapti. Aytaylik, sizlar 8% da foydalarni bozorga tashlab ketgansizlar. Ya'ni $800 da savdoga kirishlik narxi mana shu zona bo'lyapti. Ya'ni mana shu zonadan sizlar $800 foydasini hisoblaysizlar. Misol uchun 13%. Ya'ni $800 sizlarga yana qo'shimcha 13% foyda olib kelyapti. Bu bozorda hozirgi qisqa holati bo'yicha. Men nima uchun sizlarga bu strategiyani tavsiya qilaman? Bozorda hozirgi holati bo'yicha biz aynan mana shu strategiyadan foydalanadigan bo'lsak, biz bullrunga kiradigan bo'lsak, ya'ni alt sezonga keladigan bo'lsak, 2 karra, ya'ni biz bozorga tashlab ketayotgan $100, $1,000, $500 foydalarimiz 200%, 500%, balki 1000% gacha foyda olib kelishligi mumkin. E'tibor qilinglar, endi boshqa berilgan signallar bo'yicha ham sizlarga isbotlarni ko'rsataman. Xo'p, Telegram kanalda, ya'ni Telegram ochiq kanalimda men bir nechta coinlar berganman. Ya'ni savdoga kirayotgan holatlarim, chiqayotgan holatlarim real Telegram kanalida aytib boryapman. Xo'p, bu yerda men banana coinini berganman. Banana coini bizga 30% gacha ko'tarildi. Ya'ni bu yerda misol uchun aytaylik, $1,000 bilan kirganmiz yoki $100 bilan kirganmiz. E'tibor qilinglar, 30% ko'tarildi. Hech kim 30% ko'tarilganda aniq 30% foyda ola olmaydi. Aytaylik, bu yerda biz 15% foyda olganmiz. $1,000 bilan kiryapmiz, 15% foyda olamiz, ya'ni $150. Bu $150 da bozorga tashlab ketadigan bo'lsak, keyin bananani holatiga e'tibor qilsanglar, biz juda minimum narxlarda turibmiz, ya'ni ancha arzon narxlarda. Xo'p, mana kecha ko'tarilgan holatda men 30% holati bo'yicha Telegramda aytganman, aniq ko'tarilayotgan vaqtida aytganman. E'tibor qilinglar, banana coinida biz minimum narxdamiz. Agarda bu coin $20 balki $50 ga chiqadigan bo'lsa, qancha foyda qilib olishinglar mumkin. To'g'ri, bu oddiy faqat gaplarda aytilayotgan bo'lishligi mumkin, lekin sizlar real bozor holatida mana shu strategiyadan foydalanadigan bo'lsanglar, mazasini bilasizlar. Bunga ochiq misol Bitcoinga e'tibor qilinglar. 2020-yil $20,000 atrofida harakatlanayotganda biz aynan mana shu strategiyadan foydalanganimizda hozirgi narxigacha ko'tarilganda qancha daromad qilgan bo'lar edik. Aynan mana shu strategiya bo'yicha Bitcoinni tarixiga e'tibor qilib analiz qilib ko'ringlar. Nima uchun bu strategiyani sizlarga tavsiya qilaman? Sababi, bu strategiyada asosan investorlar ishlaydi. Tushunarli qilib aytadigan bo'lsam, buqa sezonda biz 2 karra foyda olishligimiz mumkin. Yana qaytarib aytaman, bu strategiya trading sohasi haqida xabari borlar uchun, ya'ni real bozorda holatida ishlab kelayotganlar uchun va 2 yil, 5 yilda kattaroq natija qilaman deb harakat qilayotganlar uchun. Sizlar bizning natijalarni
kuzatib bormoqchi bo'lsanglar, albatta Telegram kanalda kuzatib boringlar. Bozor holati bo'yicha men Telegram kanalga, ochiq kanalga signallar beraman. O'zimning pozitsiyalarim ochiq aytib boraman va yopiq kanallarimdagi yoki kurslardagi natijalarda ham Telegram kanalimda ochiq aytib boraman. Ya'ni biz bu strategiya bo'yicha qanaqa pozitsiya ishlayapmiz, ya'ni bozor holati bo'yicha qanaqa ishlayapmiz, shular bo'yicha batafsil ma'lumot berib boraman. Hech qanaqa yashirin sxemalar, oldi qochdi gaplarsiz Telegram kanalda bizlarning natijalarni kuzatib boringlar. Inshaalloh dars tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agarda savolinglar bo'lsa, izohlarni yozib ketinglar. Keyingi darsda ko'rishguncha.